Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz keyingi 6 soat darsimizda boshlang'ich va to'liqsiz matematika darsligining intayin muhim va g'olliq mazmun bo'lgan kasr sonlar bilan tunishib chiqamiz. Unda biz darsimizga boshlashdan burun kasr sonning matematikadagi o'rniga qanday bir nazar solaylik. Biz bu mazmunni birinchi darsda yana qanday sonlar bilan tunishish darsimizda bir qur so'zlagan. Ratsional sonlar qanday butun sonlar va kasr sonlar deb ikki cho'ng bo'lakka bo'linadi, shundaymi? Andan keyin butun sonlarcha manfiy butun sonlar, nol va musbat butun sonlardan tarkib topadi. Kasr sonlarcha yana o'nliq kasr va oddiy kasr deb ikki bo'lakka bo'lgili bo'lgan. Unda biz bular bilan qanday tafsiliy bir tunishib chiqaylik yana. Ratsional sonlarni biz matematikada qanday Q harfi bilan ifodalaydim. Andan keyin Q tang A bo'lingan B shaklida kasr yozatdik, shundaymi? B qanday 0 ga tang bo'lsa bo'lmaydi. Unda biz nima degan gap? Chunki bu yerda kasr nuqtasidan A ni B ga bo'lan degan ma'noni ifodalaydi. Bu yerdagi B qanday bo'lguchi. Matematikada nima degan to'q? Bo'lguchi qat'iy 0 bo'lsa bo'lmaydi. Masalan, 0 ni 2 ga bo'ldim, shundaymi? Necha chiqdi? 0 chiqdi. Bu yerdagi 0 bo'linguchi. Ammo 5 bo'lingan 0 ma'qul tipdagi narsa matematikada mavjud bo'lib turolmaydi. Chunki bu yerda qanday 0 bo'lguchi bo'lib qoldi. Unda biz ratsional sonlar degan qanday sonlar ikki butun sonning nisbiyligi bilan ifodalangan bo'lsa, bu yerdagi Q ni, ya'ni bu sonni biz qanday ratsional son deb ataymiz. Bir qancha o'rnak beray. Masalan 2 dan 3, ama 3 dan 6, andan keyin 5 dan 12, masalan 7 dan qanday 14, masalan 6 dan 5, andan keyin masalan 6 dan 24, masalan qanday yana 8 dan 20 deganga o'xshash. Men bir qancha qanda bu sonlarning hammasi qaraydigan bo'lsak, ikki butun sonning qanday nisbiyligi bilan yozdim. Unda bu sonlar qanday ratsional sonlar. Andan ikkinchi biz ratsional sonlarni butun sonlar va kasr sonlar deb ikki cho'ng bo'lakka bo'ldik. Butun sonlarni biz matematikada qanday Z harfi bilan ifodalaydik, shundaymi? Masalan, bir qancha o'rnak bersam 120, 240, 8, 4 ga o'xshash butun bo'lgan sonlar. Yana qanday manfiy butun sonlarmi bor, shundaymi? Unda biz butun sonlar yana manfiy butun sonlar, 0 va musbat butun sonlardan qanday tarkib topadi ekan. Manfiy son deganimiz 0 dan kichik bo'lgan sonlar manfiy son. Unda biz manfiy butun son deganimiz 0 dan kichik bo'lgan qanday butun sonlar. Yana qanday masalan 200 shundaymi yoki -2, -3, -4 deganga o'xshash 0 dan kichik bo'lgan butun sonlar. Musbat butun sonlarcha 0 dan cho'ng bo'lgan butun sonlar. Masalan 5, andan keyin masalan 365, 120 deganga o'xshash. Musbat butun sonlarni Z plus harfi bilan, manfiy butun sonlarni Z minus harfi bilan. Bu yerdagi plus qanday bu butun sonning 0 dan cho'ng ekanligini, ya'ni men qanday musbat ekanligini ko'rsatib beradi. Bu yerdagi minus bu butun sonning qanday 0 dan kichik, ya'ni manfiy ekanligini ko'rsatib beradi. Darsimizning asosiy nuqtasi kasr sonlarga nazar solaylik. Unda bo'lsa, masalan qanday kasr son. Biz nima degan to'q? Butun son bo'lmagan ratsional sonlar qanday kasr sonlar. Masalan, ratsional sonlar kategoriyasiga qaraydigan bo'lsak, qanday butun son bo'lsa, tamom butun son. Agar butun son bo'lmay qolganlarcha mutlaq kasr son bo'ldi. Unda bo'lsa, masalan bu yerga 3 dan 6 ga qaraylik. 6 ni 3 ga bo'lang degan gap shundaymi? 6 ni 3 ga bo'lsam necha bo'ldi? 2. Unda bo'lsa 3 dan 6 degan butun songa tabiiy bo'ldi. Andan ikkinchi, masalan, 7 dan 14 mi qanday butun son chiqa oladi shundaymi? 6 dan 24 degan 24 ni 6 ga bo'lsam 4 chiqadi. Bu mi qanday butun son? Unda bo'lsa kasr sonlarga boshlashdan burun biz qanday kasr bilan bir tunishib chiqaylik. Masalan, matematikada A bo'lingan B. Unda bu yerdagi B qanday 0 ga teng emas, shundaymi? Ikki butun sonning nisbiyligi bilan yozgan bir ifodani biz qanday kasr deymiz. Ya'ni ikki butun sonning osti usti. O'rtasidagi bu siziq nima bo'ldi? Oddiy kasr siziqi. Bu qanday kasr siziqi. Ustidagi A nima bo'ldi? A ni biz qanday kasr siziqning ustidagi A ni masalan qanday surat deymiz. Astidagi kasr siziqning astidagi B ni makhraj deymiz. Unda o'rtasidagi bu siziqcha alayda bir siziq qanday kasr siziqi. Ya'ni bu xil ifodani biz qanday ikki butun sonning qanday nisbiylik bilan yozilgan, andan keyin bu yerdagi B 0 bo'lmaydi, shundaymi? Bu xil tipdagi qanday ifodani biz matematikada kasr deymiz. Unda bo'lsa kasr sonlar, masalan bu yerdagi qanday butun son bo'lmagan ratsional sonlar. Masalan qanday 2 dan 3 qoldi, shundaymi? Masalan 5 dan 12 qoldi, andan keyin yana 6 dan 5 qoldi, shundaymi? Yana 8 dan 20, shundaymi? Bu sonlar qanday kasr sonlar. Chunki bular qanday butun son emas. Unda bo'lsa kasr sonlar yana qanday o'nliq kasr va oddiy kasr deb ikkiga bo'linadi ekan, shundaymi? Masalan qanday men bir o'rnak beray.
2'den 3 deb qanda kesirden birini yazdım. Bu nima degan gap? 3 ni 2 ga bo'lang degan gap shundaymi? Men 3 ni 2 ga bo'lib boqay. Bölsem qanda 3 bölüngen 2 yazdım. Onda 3 dan 2 dan qanda birisi var. 1 kere 2 2 elevetsem 1. Shundaymi? 1 2 ga yetemdi, yetmaydi. Yetmez qanda qilamiz? Bu yerga bir chikitdan qo'yib 1 ga 0 dan 1 ni beramiz. 10 ni 2 ga bölsemchi 5, 5 kere 2 10 elevetsem necha? 0. Men hozir 3 ni 2 ga bo'lib qanda 1.5 chiqarib etdim. Biz buni 10lik kasrni o'rgangan vaqtimizda o'rganimiz hazır qanda bu dersde emas. Onda olsa eğer men 2'den 3'ne qanda şu peti yazsam, 2'den 3 degan qanda bu bir oddiy kasr bo'ldi. Eğer men 1.5 deb yazsamchi, bu qanda bir 10lik kasr bo'ldi. Amaliyotda qimmat jihatdan 1.5 bilan 2'den 3 qanda birisi-birisiga teng. Biz yana qanda oddiy kasrlarni 10lik kasrga, 10lik kasrlarni oddiy kasrga o'zgartiramiz. Mesela qanda yana birini ishlab boqaylik. 5 dan 12 shundaymi? 12 bo'lingan 5 degan gap. 12 bo'lingan qanda 5. 12 ni 5 ga bo'lsam qanda 12 ni 5 dan 2 var. 2 kere 5 10 elbetsem qanda 2. Shundaymi? Anan keyin bu 2 5 ga yetemdi, yetmaydi. Unda 2 ni 5 ga bo'lash uchun men menga 2 birini qo'yib berib 0 berman. 20 ni 5 ga bo'lsam necha? 4. Shundaymi? 4 kere 5 20 elbetsem qanda 0. Onda olsa eğer men qanda 5 dan 12 yazsam bu bir oddiy kasr, 2.4 deb yazsamchi bu bir 10lik kasr bo'ldi. 2.4 bilan 5 dan 12 qanda birisi-birisiga teng. Unda olsa navbatda biz qanda oddiy kasrlar bilan tafsiliy tunishib chiqamiz. Unda olsa biz oddiy kasrga bir nazar salaylik. Oddiy kasr bizning hayotimiz bilan chambarchas bog'lanib ketgan zich munosabatlik, bizning hayotimizga nurg'un masalalar qanda oddiy kasrdan ayrila olmaydi. Biz turmuşimizda nayt köp işletimiz, hatta matematika öğrenip bakmagan qarindoshlarimiz mı oddiy kasrni nayt keng ko'lamda ravon ishlatalaydi. Unda olsa masalan qanda nazar soladigan bo'lsak, men do'stga qanda bir tort sizib tayaq qo'ydim. O'xshamagan bo'lsa tort deb faraz qilaylik, shundaymi? Unda olsa men bu tortda qanda bizning yotoqda masalanga işte faraz qilaylik 8 odam bor. Men bir tortdan birini etdim. Unda bo'lsa aytgandan keyin men qanda bu tortni mayadan bir kesdim, mayadan bir kesdim, shundaymi? Mayadan bir kesdim, mayadan bir kesdim qanda 8 parcha qildim. Har bir parcha qanda birisi-birisiga teng. Anan keyin qanda afsus bu tort toza o'xshamabdi, shundaymi? Anan keyin men qanda o'zim qilgan gunohga nega boray davoga, shundaymi? 2 parchasini qanda o'zim yedim. Ma 2 parchasini o'zim yedim. Unda o'z attigini qanda tortni etdim, 2 parcha yeb etdim. Unda bo'lsa savol, men bu tortning qanda nechidan necha qismini yedim? Cevap çıktı belki şurada ama 8'den qanda 2 qismini yedim. Yani bu tortni qanda bir bütün tortni 8 parça qilib, 2 parçasini qanda qildim, yeb etdim. Ondan keyin men qanda akşamı bu tortni tashib etmoqchi, shunda ama toza kuzim qiymidi. Akşamı qanda yana bir parça zo'lab yeb etdim. Ondan sonra akşamı qanda 8'den 1 qismini yedim. Shunda ama bu mishada qilib qolg'ash tutsin. Masalan qanda yana 2 tal shahar bor. Birisi qanda şehir A deyli, yani birisi şehir B deyli. Bu iki şehirning araligi qanda, bu musofa qanda toplam 600 kilometr. 600 kilometr bo'lsa, masalan biz qanda atdigan yo'lga chiqdik. Anodiki qanda buni o'ttirdan 2 parcha qilsam, işte miyadan bir parcha, miyadan bir parcha. Bu qanda maaliq 200 kilometr, maaliq 200 kilometr. Biz atdigan yo'lga chiqib qanda qildik? 400 kilometr yo'l yurib bo'ldik. Onda olsa biz bu yolun yani A, B şehirinin otururuz ki bu yolun neçeden neçe kısmını yürüp olduk. Qanda 3'ten 2 kısmını qanda minip olduk şunda ama. Yani bir misal meslenge bizden qanda bir süt kutusu ya qanda müştabir süt bar deyli. Bu 5 litrlik qanda bir süt bolsun. Onda olsa men bunu qanda 5 parça qilay şunda ama. Her bir qanda mishyadim işte bir chikit qo'yib qo'ydim. Yani qanda bu 1 litr, 1 litr, 1 litr, 1 litr, 1 litr. Bu toplam bu süt qanda 5 litrlik bir süt. Mesela biz qanda attigini ma qismini ichib etdik. Unda olsa biz bu sütning nechidan necha qismini ichib oldik. Qanda javob balkim chiqib bo'ldi. 5 dan qanda 2 qismini ichib oldik shundami? Ma qismicha 5 dan 2. Unda olsa qanchalar qismi qolib qoldi? 5 dan 3 qismi taxib bor degan gap. Masalanga eng oxirgi bir tal misol 800 betlik bir kitap bo'lsin. Men 200 betini qanday qilib bo'ldim? O'qib bo'ldim. 800 betlik kitobning qanday 200 betini o'qib bo'ldim. Shundami? Biz buni qisqartira olamiz. Ya'ni osti ustini qanday 200 ga bo'lgan vaqtimda bu qanday 4 dan 1 deb bir narsa chiqdi. Unda esa 800 betlik bir kitobning 200 beti degan zaten qanday 4 dan 1. Unda esa buni o'xshash misollar qanday turmushimizda nayt ko'p
Unda olsa bir nazar salayli. Yana 4'ning men qanda atdigan 8dan 2 qismini yegan, shundaymi? Kechdicho 8dan 1 qismini yedim. Unda olsa bu 4'ning qanda o'zim etib necha qismini yedim toplamda? 8dan 3 qismini men qanda yedim. Shundaymi? Andan keyin men masalan qanda oqshimi bu qilib qolgan 8dan 5 partisini qanda qilmoqchi? Taşlib etmekçi, andan keyin axlatchilikka taşlib etay deb taqsirni ko'tarib mansam 2 parcha tushib ketdi qo'limdan. Tushib ketgandan keyin unda bo'lsa tushib ketgan 2 parchasi bu 8 parcha tortning 8dan 2 qismi bo'ldi shundaymi? Unda bo'lsa taqsirda tushib ketmagan qismi necha parcha qilib qoldi? 8dan 3 parcha degan gap. Unda bo'lsa bir narsaga diqqat qilgan bo'lsanglar, biz qanday oddiy kasrni qanday qildik? Qo'shdik. Shundaymi? 8dan 3 chiqdi. Oddiy kasrni oldik. Necha chiqdi? 8dan 3 chiqdi masalan. Unda bo'lsa, xulosa kalam qanda oddiy kasrni qo'shganda yoki olganda qanda oddiy kasr siziqning ustidagi nima deydik? Surat, ostidagini maxraj shundami? Agar ikki oddiy kasrning maxraj o'xshash bo'lib qolsa, maxraj o'zgarmaydi, suratni qo'shimiz. Oddiy kasrni olganda agar maxraj o'xshash bo'lib qolsa, maxraj qanda o'zgarmay keladi, suratni olamiz. Nima degan gap? Masalan, biraylar bizga qanda 4 dan 3 ga qanda 4 dan 2 ni qo'shing dedi. Shundaymi? Bu ikki oddiy kasrning qanda maxraj o'xsham degan o'xshaydi. Unda o'z javob taqnacha maxraj o'zgarmaydi, maxraj o'xshash bo'lsa shundaymi? Maxraj o'zgarmaydi, suratni qo'shimiz. 3 ni qo'shsam 5. Yana birini ep baqayli masalan. 7 dan 5 deb bir oddiy kasr bor. Bundan men 7 dan 2 deydigan bir oddiy kasrni elib o'tmoqchi. Bu ikki oddiy kasrning qanda kasr siziqning ostidagi maxrajlar bir-biriga o'xsham ekan. Unda bo'lsa maxraj o'zgarmaydi, suratni olamiz. 5 dan 2 ni olsam necha? 3 degan gap. Unda bo'lsa oddiy kasrni qo'shganda maxraj o'xshash bo'lsa, qo'sha oladigan bo'ldik shundami? Savol. Her doim oddiy kasrning qanda maxraj o'xshash kelamdi. Agar qanda masalan ma'noga o'xshash 2 dan 1 qo'shilgan 3 dan 1, ya'ni maxraj o'xshamaydigan ikki oddiy kasr kelib qolsa qanday qo'shimiz? Unda bo'lsa buni so'zlashdan burun men qanda oddiy kasrlar intayin muhim bo'lgan bir narsani qanda deb bermoqchi. Ya'ni buni bo'ldi desa oddiy kasrning xususiyati. Oddiy kasrning masalan qanda B dan A shundami? Bu yerdagi B 0 ga teng bo'lmaydi. Mushta bir oddiy kasrning qanda surat va maxrajni o'xshash bir songa ko'paytsak yoki bo'lsak 0 dan boshqa oddiy kasrning qanda qiymati o'zgarmaydi. Yana bir qatim takrorlab o'tay. Bir oddiy kasrning qanda surat va maxrajni o'xshash bir songa ko'paytsak yoki bo'lsak 0 dan boshqa oddiy kasrning qiymati o'zgarmaydi. Nima degan gap? Turmushdan bir misol beray. Masalan 2 dan 1 deb bir oddiy kasr bor. Surat 1 qanda maxraj 2. Mana oddiy kasr siziqi shundami? Men buni turmushdagi bir misolga bog'lab tushundiray. Masalan, men qanda sinfdagi 2 o'quvchiga bir tal non beraman. Non taqib beraman. Sinfdagi 2 tal o'quvchiga bir tal non berdim. Sinfdagi 2 tal o'quvchiga bir tal non berganim bilan sinfdagi qanda 4 tal o'quvchiga, qanda 4 nafar o'quvchiga 2 non berganim o'xshashmi? Qanda o'xshash, shundami? Qana bir nonni 2 bilan yesa yerimdan yeydi. Unda 2 nonni 4 bilan yeysimi-chu, ya'ni yerimdan yeydi. Yoki 6 nafar o'quvchiga 3 non berganim qanda o'xshashmi? O'xshash. Qanda ya'ni yerimdan tegadi. Yoki qanda 8 nafar o'quvchiga 4 parcha. Yoki maktabdagi 200 nafar o'quvchiga 100 tal non taqib qanda tangdan bo'lishib yangla desakmi qanda mushuning bilan o'xshash bir qiymat chiqdi. Demak, bu oddiy kasrlar hammasi qanda birisi-birisiga teng. Unda biz yana bir xulosalab o'taylik. Bir narsaga qaraydigan bo'lsak, men bu suratni 2 ga ko'paytdim. Miyadimcha 2 ga ko'paytdim. Men suratni 3 ga ko'paytdim. Men suratni qanda 3 ga ko'paytdim. Maxrajni 3 ga ko'paytdim shundami? Men suratni 4 ga ko'paytdim. Maxrajni qanda 4 ga ko'paytdim. Men ustidagi suratni 100 ga ko'paytdim. Ostidagi maxrajni qanda 100 ga ko'paytdim. Faqat ben bu 2 dan 1 degan oddiy kasrning surat va maxrajni o'xshash bir songa ko'paytgan vaqtimda bu turkum oddiy kasrlar qanda birisi-birisiga teng. Birisi-birisiga teng degan gap qanda qimmat o'zgarib ketmadi degan gap. Undaq bo'lsa biz qanday qilib baqayli? Bu savolga kelamiz endi. 2 dan 1 qo'shilgan 3 dan 1. Oddiy kasrning agar qanda maxraj o'xshash bo'lmaydi ekan, qat'iy qo'shqili yoki qanda ilvatkil bo'lmaydi. Unda bo'lsa biz birinchi qadamda qanday qilamiz? Maxrajni o'xshash qilamiz. 2 dan 1 bilan 3 dan 1 ni qanday maxrajni qanday o'xshash qilamiz? 2 bilan 3 degan 2 tal son bor. Bu 2 sonning qanday eng
kichik o'rtaq haslik sonini biz oldingi soat darsida ko'rdik shunda, ama 2 bilan 3 ni qanda bir tub songa bo'lay desam ya qanda ya 2 ga ya 3 ga qanda o'rtaq bo'linmaydi. Bilenimiz qanda qildik. Men 3 bilan 5 ning misolini bergan shunda, ama 2 ga qanda 3 ni ko'paytirib qo'ydik 6. Unda biz 2 bilan 3 ning eng kichik o'rtaq haslik soni necha bo'lgan? 6. İşte misalını yazıp bakamda 2'nin haslik sonlari 2, 4, 6, 8, 10, 12 şuna, ama 3'nin haslik sonlari 3, 6, 9, 12 qanda 15. Unda biz bu yerdagi o'rtaq haslik sonlar qanda qaysi 6, ya'ni 12 şuna, ama eng kichigi qaysi 6. Ha, unda bo'lsa 2 dan 1 qo'shilgan 3 dan 1 degandan qanda biz birinchi qadamda mahrajni o'xshash qilamiz shunda, ama 6 buldu. Onda biz 2 dan 1 ni qanda 6 dan mancha shaklida yozamiz. Oddiy kasrning xususiyati qandaqda? Oddiy kasrning mahraj va suratni o'xshash bir songa ko'paysak va bo'lsak 0 dan boshqa qiymat o'zgarmaydi. Men buni 6 qilish uchun 2 ni shunda, ama 3 ga ko'paytirdim mahrajni. Unda bo'lsa suratni 3 ko'paysam necha bo'ldi? 6 dan 3. Keyingi 3 dan 1 deganimni 6 dan qilib o'zgartkili bo'ldi. 3 dan 1 deganning mahraj bilan suratni 2 qilsaqanda 2 ga ko'paytgan vaqtimda 6 dan necha bo'ldi? 2 bo'ldi shunda, ama unda bo'lsa Malum bunu o'zgartib o'tdik emas, qaranglar. Bu yerdagi 2 dan 1 bilan bu yerdagi 6 dan 3 qanda mana bu teng o'zgartib o'tmadim. Qimmat faqat qanda shakl o'zgardi, lekin qanda qimmat o'zgarmaylik. Unda 6 dan 2 bilan 3 dan 1 qanda bu teng. Unda javob biz qanda mahraj o'xshash bo'lsa, mahraj qanda o'zgarmaydi, suratni qo'shimiz. Shundaymi? Demak, qanda mahraj o'xshamaydigan kasrlarni qo'shashni o'rgandik degan gap. Yana bir tal misol beray. Masalan 4 dan 3 qo'shilgan qanda 6 dan 1. Mahraj o'xshamaydigan shunda, ama mahraj o'xshamasa qat'iy qo'shqili yoki og'il bo'lmaydi. Cho'qim mahrajni birinchi qadamda o'xshash qilishim kerak. 4 bilan 6 ning eng kichik o'rtaq haslik soni. 4 6 ni yozdim shunda, ama 2 ga butun bo'lindi. Eng kichik tub son. 4 ni 2 ga bo'lsam 2, 6 ni 2 ga bo'lsam 3. 2 bilan 3 yana o'rtaq bir tub songa bo'linmaydi. Unda bo'lsa sirtliklarni ko'paytirib to'qishdi, ama 2 ko'paytirilgan 3 dan necha 12. Ha, 4 bilan 6 ning eng kichik o'rtaq haslik soni 12 bo'lgan. Unda o'z 4 dan 3 degan bu oddiy kasrni men qanda surat mahrajga o'xshash bir sonni ko'paytirish orqali 12 dan mancha shaklda yozamiz deb o'ylaymiz. 4 dan 3 degan 12 dan necha bo'ldi? Mahrajni 3 ga ko'paytiribdim shunda, ama suratni 3 ga ko'paytay 9. 6 dan 1 degancha 12 dan necha bo'ldi? Mahrajni 2 ga ko'paytiribdim, suratni 2 ga ko'paytay 2 shunda, ama javobdan qanda mahraj o'xshash bo'lgan ekan, mahraj o'zgarmaydi, suratga suratni qo'shimiz. Mana. Yana 2 tal misol ishlaylik. Elish bu qolsa, masalan, 2 dan 3 elingan qanda 5 dan 1. 2 bilan 5 ning eng kichik o'rtaq haslik soni. 2 bilan 5 qanda bir tub songa o'rtaq bo'linmaydi shunda, unda bo'lsa 2 ga 5 ni ko'paytirib qo'yamiz. Eng kichik o'rtaq haslik soni 10. Unda bo'lsa 2 dan 3 deganda qanda 10 dan mancha o'zgartib yozamiz. Qaranglar, 2 dan 3 degan 10 dan nechaga teng bo'ldi? Men mahrajni 5 ga ko'paytirib o'tdim. Unda bo'lsa suratni qanda 5 ga ko'paytsam 15. Shunda, ama 5 dan 1 degan 10 dan necha bo'ldi? Unda bo'lsa mahrajni 2 ga ko'paytgandan keyin suratni 2 ga ko'paytsam necha? 10 dan 2. Javobdan necha? Mahraj o'zgarmaydi. 15 ni 2 dan olsam 3. Tuvanda biz yana bir qancha savol ishlaymiz. 6 dan 5 qo'shilgan 8 dan 3 ekan shunda, ama agar bu yerdagi mahraj o'xshagan bo'lsa, qanda o'xshash bo'lgan bo'lsa mahraj o'zgarmaydi shunda, ama suratni qo'shib qo'ysam bo'libdi. Afsus, qanda mahraj o'xshamaydi ekan. Mahraj o'xshamasa birinchi qadamda qanda mahrajni o'xshash qilamiz. 6 bilan 8 dan qanda eng kichik o'rtaq haslik soni shunda, ama 6 8 necha butun bo'lindi? 2 ga. Bo'lsam miyada 3 qoldi, miyada 4 shunda, ama 3 bilan 4 yana o'rtaq bir songa qanda bo'linmaydi. Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 teng necha? 24. 24 degan 6 bilan 8 ning eng kichik o'rtaq haslik soni. 6 dan 5 ni qanda 24 dan mancha shaklida yozaman. Unda o'z qarab boqinglar. 6 dan 5 degan bu oddiy kasrning mahrajini qanda 4 ga ko'paytirsak 24 bo'ldi. Uni 4 ga ko'paytirib o'tgandan keyin suratni qanda 4 ga ko'paytirishim kerak. Bo'lmasa qanda qiymati o'zgarib ketadi. 8 dan 3 deganda qanda 24 dan qilish uchun men 3 ga ko'paytiribdi. Unda suratni 3 ga ko'paysam 9. Javobdan necha? Hozir. Men bu ikki oddiy kasrni qanda 6 dan 5 24 dan 20 ga teng, 8 dan 3 24 dan 9 ga teng. Tushunami? Unda bo'lsa mahraj o'xshash bo'ldi. Mahraj o'zgarmaydi. Suratni qo'shsam 29. Endi masala mayada kelib chiqadi. 2 elingan 3 dan 2.
Biz addiy kesirga mahraj o'xshamasin, qo'shash elishni o'rganib bo'ldik. Unda bo'lsa, butun sondan addiy kesirni qanday olamiz? Butun son esinglarda bo'lsin. Necha bo'lishidan qat'iy nazar, barliq butun sonlarning qanday mahraj 1. Nima degan gap? 2 degan bir butun son bo'lsin, buning mahraj 1. Ya'ni chunki 2 ni qanday 1 ga bo'lganib 2 ga tengmi? Teng. Shunlashqa biz bu yerdagi 2 degan bu sonni qanday amaliyotda 1 dan 2 deb ma'qul shaklda qaraymiz. Elingan 3 dan 2. Unda biz 1 bilan 3 qanday mahraj o'xshamaydi shundami? Mahrajni o'xshash qilish uchun 1 bilan 3 ning eng kichik o'rtaq haslik soni necha bo'ldi? 3 bo'ldi. Unda bo'lsa 1 dan 2 degan 3 dan necha bo'ldi? 6. Chunki mayani 3 ga ko'paysam, surat nima qanday 3 ko'paytirishim kerak. Elingan 3 dan 2. Javobdan necha? Mahraj o'xshash bo'ldi, shundami? 6 dan 2 ni olsam 4. Qo'shilgandan bir nechta topaqaydi. Butun sonninki qanday? Mahrajni necha dedim? Barliq butun sonlarning mahraj qanday? 1. Chunki 4 degan bu son bilan 1 dan 4, ya'ni 4 ni 1 ga bo'lan degan bu ikki sonning qanday qiymati o'xshash. 1 dan 4 ga 5 dan 2 ni qo'shib ekanman. Unda 1 bilan 5 ni qanday bu ikki mahrajni o'xshash qilishim kerak. Shundami? Eng kichik o'rtaq haslik son necha? 5. 1 dan 4 degan qanday? 5 dan ma'ni 5 ga ko'paysam mahrajni suratni 5 ga ko'paysam necha bo'ldi? 20 qo'shilgan 5 dan 2. Javobdan necha? 5 dan 22. Eng oxirida bir tal mazmunimiz qolib qoldi. Turkiyada masalan bunda bir birleşik kesir deb bir narsa bor. Buni so'zlamasak bo'lmaydi. Masalan 2 dan 5 deb bir oddiy kesir bo'lsin. Bu oddiy kesirning qanday surat mahrajdan qanday ekan? Cho'ng ekan, shundami? Bu 5 ni 2 ga bo'lan degan gap. Agar biz boshlang'ich 5 ni 2 ga bo'lan desa qanday? 2 chiqarib 1 qoldi deb yozatdik. Unda bo'lsa yoki bo'lmasa, masalan 5 ni 2 ga bo'lan degan vaqtda 5 ni 2 ga bo'lsam necha? 2 2 4 elivetsem qanday? 1. Bu yerdagi 5 bo'linguchi, 2 bo'lguchi, 2 qanday bo'linma? Bu 1 qoldiq bo'ldi. Unda bo'lsa, agar bir oddiy kesirning surat mahrajdan cho'ng bo'lsa, biz buni qanday birleşik kesir deb ataymiz. Turkchada ismli bo'lsin. Buni qanday 2.2 dan 1 deb yozg'ili bo'ldi. Ya'ni nima degan gap? 5 ni 2 ga bo'lsam, 2 butun chiqib, 1 qoldi degan gap. Qoldiqni ustiga yozamiz. Yana bir tal misol ko'rib bakamdoq. Masalan 5 dan 13 deb bir son bo'lsin. Men 13 ni 5 ga bo'lgan vaqtimda 13 ning ichida 5 dan 2 bor. 2 kere 5 necha? 10. Elvetsam qanday? 3. 13 ni 5 ga bo'lsam 2 chiqib 3 qoldi. Unda bo'lsa 5 dan 13, ya'ni oddiy kesirning surat mahrajdan cho'ng bo'lsa, biz buni turkchada qanday birleşik kesir deydi ekanmiz, shundami? Unda bo'lsa buni biz qanday necha butun chiqdi? 2 butun, shundami? 2 butun 5 dan 3 bo'ldi. Ya'ni 13 ni 5 ga bo'lsam 2 butun chiqib, qanday 3 qoldiqni ustiga yozamiz. Bizga ma'qul shaklda bo'lsa qanday? Ma'qul shaklga o'zgartirishimiz kerak. Ma'qul shaklda bo'lsa-mu, ma'qul shaklga qanday o'zgartirishimiz kerak. Yana bir misol berayman masalan. 3.6 dan necha? 5 deb bunda bir birleşik kesir bo'lsin. Bu nima degan gap? Bir sonni shundami? Qanday nechaga bo'lsam, 6 ga bo'lsam 3 chiqib 5 qoldi degan gap. Masalan, ma'noga o'xshash. Bu yerdagi 13 ni tepish uchun qanday 2 ga 5 ni ko'paytirib 3 ni qo'shamiz. Unda bo'lsa oddiy kesirning ustidagi suratni tepish uchun qanday 3 ga 6 ni ko'paytirib 5 ni qo'shsam necha bo'ldi? 3 ga shundami 6 ni ko'paytirib 5 ni qo'shsam ostim 6 bo'ldi. 6 ga bo'lgan keyin 3 kere 6 18, 5 ni qo'shsam 23 bo'lingan necha? 6. Undaq bo'lsa, bizning qanday bugungi darsimiz, ya'ni oddiy kesir bilan tanishish va oddiy kesirlarni qanday qo'shish elish mushal oxirlashdi. Keyingi soat darsimizda biz oddiy kesirlarga ko'paytirish va bo'lishni ko'ramiz. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.